Stashga quygandan keyin ustini klyonka bilan yopib qo'yishadi yoki-da ustidan doimiy namini qochirmay suv sepib turishadi. Bu o'zi foydalimi yoki keraksiz narsami? Xo'p, bu narsa asosan ob-havo sharoitiga qaraladi. Agar ob-havo issiq bo'ladigan bo'lsa, albatta beton issig'i yomon ko'radi. Namli ob-havo betonga juda ham yaxshiroq bo'ladi, mustahkamligi ham oshadi. Mana shu havoni hozir oladigan bo'lsak, taxminan 16-18 gradus bo'lyapti, lekin beton quyayotganda ob-havo mana shu plus 5 gradusdan plus 15 gradusgacha bo'lsa, juda ham zo'r bo'ladi. Ya'ni beton o'zini namligi, o'zini yuqori namligi o'zida qolgan holatda beton qochishi, mustahkamligi oshishi, markasini ham ko'tarilishi ob-havo sharoitiga qaraladi. Endi aytganingizdek, savolingizga javob beradigan bo'lsam, salafan tagidan qo'yiladi. Albatta salafanni tagidan qo'yib, beton quygandan keyin uni o'rab qo'yishadi. Ya'ni dimlanadi. Dimlangan holatda ham tarkibidagi suv alohida bo'lib ajralib chiqib ketmaganligi natijasida beton o'zini qochish funksiyasini yo'qotmaydi va mustahkamligi oshgan holatda qochishni boshlaydi. Endi ko'p holatlarda ustiga suv quyishadi. Bu ustiga suv quyishdan maqsad, ya'ni o'sha aytganimdek ob-havo. Mana bizda bilasizlar, yozda juda ham issiq bo'ladi, jazirama bo'ladi, 50 gradus undan ham yuqori haroratda beton quyganimizda u betonni iloji bo'lsa kuniga 3 mahaldan suv bilan ozgina ta'minlab turish kerak. Ya'ni shilankada bo'ktirib emas, ozgina suv sepib turish kerak bo'ladi. Sababi bu ob-havoda, ya'ni issiq ob-havoda betonni tarkibidagi suv, bilasizlar, o'sha har kubiga taxminan 120-140 litr suv qo'shiladi. Suv tez bug'lanib ketishi natijasida mayda-mayda treshinalar hosil bo'ladi. To'g'ri, u treshina betonni pastigacha o'tmaydi. U ana обязательно o'sha 5 yoki 10 sm yorug' bo'lib ketmaydi. Ustida mayda-mayda treshina bo'ladi. Ana o'sha treshina bo'lib qolishini oldini olish uchun betonga ham ozgina uhud kerak bo'ladi. Ya'ni yozda jaziramasida beton quyilgandan keyin ustini albatta 3 mahal suv sepib turib, ozgina suv bilan ta'minlab turadi. O'shanda beton yorilishi kamayadi va uni markasi ham ko'tariladi. Misol uchun men o'zimni imoratlarimda har doim 250 marka beton ishlataman. Bu imoratimizni to'liqligicha boringki, ana ertaga nima bo'lishini bilmaymiz, lekin kamida 100 yil, 150 yilga yetadi. Sababi bu armirованный beton markazi ham yuqori bo'ladi. Ana o'shanaqa holatlarda biza ham albatta salafan tashishga harakat qilamiz albatta, chunki bu sharoitga ham qaraladi. Agar fundament quyishdan yoki podushka quyishdan oldin podbetonga quyib oladigan bo'lsak, ana unda salafan qo'ysangiz bo'ladi. Endi ba'zi holatlarda salafan qo'ymaymiz, nimaga? Sababi shebin tashiymiz, shebindan keyin arma karkas yig'iladi, ana uni ustidan beton quyiladi. Endi shebinni ustida arma karkas yasayotganda salafan to'shab qo'ysangiz, ustidan uni ustidan bosib yurgandan keyin salafanni yoyganingiz bilan foydasi bo'lmaydi. Bunaqa holatlarda o'sha beton quyib olgandan keyin albatta ustiga suv bilan kuniga 3 mahaldan suv bilan ozgina ta'minlab turamiz. Mana bu ob-havo sharoitida hozir menimcha 16 gradusni tashkil qilyapti. Biz kecha podushkamizga beton quyganmiz. Mana bu o'zini holati ob-havoni zo'r sharoitida mustahkamligi oshgan holatda o'zi sekin-sekin qotyapti. Bunga alohida uhud qilish shart emas. Chunki havoni namligi nisbatan yuqori bo'lganligi uchun alohida suv bilan ta'minlash shart emas. Endi keyingi savol bilan murojaat qilishdi. Bu Telegramdan kelayotgan savol. Imoratni devordan qochirish. Ya'ni bilasizlar, yerlar sal kattaroq bo'lsa, imorat qo'shnining devoridan yoki qo'shnining imoratidan qochirishga harakat qilishyapti. Hozir savol bo'libdiki, 40 sm qochirsak bo'ladimi? 40 sm imoratingizni devordan qochirgandan ko'ra, undan ko'ra 40 sm ga imoratingizni kengaytirib qo'yganingiz yaxshi. Sababi 40 sm joyda ertaga yorug'lik ham tushmaydi, havo ham aylanmaydi, bu sizga hech narsa bermaydi. Faqatgina imoratingizni katta kichikligiga ta'sir qiladi. Ya'ni siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, imoratingiz 40 sm kichkina bo'lib, mana shuncha joyingiz uvol bo'lib ishlamaydigan holatga kelib qoladi. Yana bitta narsaga e'tibor berishinglarni xohlagan bo'lardim. Albatta beton quyayotganda, ya'ni imoratni betonini quyayotganingizda 350 marka yoki 400-450 marka beton ham quysak bo'ladimi? Prorab shunaqa deyapti, qaysidir usti shunaqa deyapti deydi. Yo'q, u ortiqcha rasxod sizlarga bo'ladi. Men imoratni qurayotganimda har doim asosan rigeliga e'tibor beraman. Rigelni masofasi 6 metrdan uzoq bo'ladigan bo'lsa, o'shanda faqatgina 300 marka beton ishlataman. Sababi imoratning rigeli qancha uzoq bo'lgan sari uni balandligi ham oshadi. Balandligi yuqori bo'lgandan keyin u armaturaga ham ta'sir qiladi. Ya'ni 18 emas, 20 lik yoki 22 lik armaturadan 8 emas 10 ta qo'yib arma karkas to'qishga to'g'ri keladi. Mana bu holatdagina yana bir marta ta'kidlab o'taman. Bizning rigelimiz 6 metr masofadan uzoq bo'ladigan bo'lsa, men o'shandagina 300 marka beton bilan 20 yoki 22 lik armatura va rigelimiz o'sha hisobda balandligini aytadigan bo'lsak, rigelni uzunligi necha metr bo'ladigan bo'lsa, uni 0.15 ga bo'lsanglar, balandligini hisobi kelib chiqadi. Ana o'shanaqa holatlarda men faqatgina arma turani secheniyasini yuqori beraman va beton markani albatta o'sha 300 marka berishga harakat qilamiz. Lekin asosan 95% imoratlarimizda faqatgina 250 marka beton, 16 va 18 armatura ishlatamiz. Sababi bu imoratning mustahkamligiga albatta ta'sir qiladi.
undan tashqari elastichnikini yo'qotish kerak emas. Ya'ni ertaga yer qimirlaganda Alloh asrasin albatta, yer qimirlaganda mana shu arma karkasimiz ham yaxshilab e'tibor bersanglar mana qimirlayapti. Ya'ni yer qimirlaganda arma karkas betonning ichida mana shunaqa elastiklikni yo'qotmagan holatda qimirlab turishi kerak. Chunki imorat qimirlasa, yana yerga yer o'sha qimirlagan holatiga keladigan bo'lsa, mana bu ham qimirlaydi, keyin yana joyiga qaytaveradi. Endi tasavvur qiling, siz 22 kilo yoki 25 lik armatura bergansiz. Bu qimirlamayapti. Ya'ni 22 kilo armaturani joyidan ham qo'zg'ata olmaysiz ham, qimirlata olmaysiz. Endi yer qimirlaganda bu elastikligini yo'qotgan bo'ladi. Ana o'shanda dars ketish, treshina holatlari yuzaga kelib qoladi, lekin siz remontdan keyin bu holatni hech qachon ko'rmaysiz va uyingiz avariyli holatga sekin-sekin yaqinlashayotgandan ham boxabar bo'lib qolib ketasiz. Bexabar bo'lib qolib ketasiz. O'shaning uchun men har doim aytaman, imorat qurayotganda o'ziga uveringni ishonchli, sifatli loyiha qilishga va prorabga ham o'sha loyihani, ya'ni prorab ham o'ziga ishongan, tajribasi yuqori va malakasi yuqori bo'lgan prorabga imoratlarni qurdirishni xohlagan bo'lardim. Sababi mana biz ham aytganimdek 16 lik 18 lik armaturadan quramiz, bu uy xudo xolasa yo'q deganda 100 yil turadi. Lekin ertaga 20 yil 30 yildan keyin bu joylarda baribir o'sha eski imoratlar buzilib, o'rniga yangi-yangilari qad rostlaydi. O'shanda o'sha zamon talabi, odamlarning fikri, imoratlarning ko'rinishlari o'zgarganligi uchun bu обязательно 500 yil yoki 1000 yil turishi kerak degani emas. Mana shunaqa holatlarda prorab o'sha tajribasiga suyangan holatda imoratlarni qurdirsanglar, ertaga cho'nchik yillarda ham ketayotgan sarf xarajatlar ancha iqtisod bo'ladi. Kimga shunaqa qiziqarli, muhim savollar bo'ladigan bo'lsa, aytganimdek har doim biz video orqali murojaat qilib javob yo'llashga harakat qilamiz va albatta kanalimga, Telegram kanalimga, Instagram kanalimga va YouTube kanalimga a'zo bo'lib qo'yinglar. Kimda shunaqa muhim savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta aytganimdek video murojaat orqali javob berishga harakat qilamiz. Inshaalloh hammamizga xuddi shunaqa chiroyli imoratlarni qurib, maza qilib oila davrasida yashash nasib qilsin. Salomat bo'linglar.